Bizning 1-aprelden Qo'shaloq kenegasining 1-kvartalına sonlar yo'nartıla. 1-kvartal mana bu vaqtda yil boshida ham endi 1-kvartalga bo'lgan mana bu 1-aprelga boradi insonlar aldag'oyniqi achutunda mana shu sonlar tugul borsin edi. Bizning yil boshidan 48 boshqa mug'izlar ortgan bo'lsa, sıyır jiliga kiymagan bo'lib tura. Bir oylıqda qaraganda bir sıyırga ortgan bo'lib turansa, nomunda endi yil boshidan biz ko'rsatib ketamiz. 2 oyni sonra 200 unga kiymagan bo'lib tura, ot 202ga kiymagan bo'lib tura. Ayrim jirliklarda qaraganda bizning eng ko'p o'qituvchi bor jirligi yil boshidan 26 ga orttirgan bo'lib tura. Eski qurmoshda unga ortgan, shoyatlarga etes, urasay, keskay, yo'qshi shuraqay jirliklar orttirsa, mesela o'qituvchi shulmanlari jirliklarinde ko'pga bo'lmasa da endi kiymagan bo'lib tura bizni. Bir oylıqda qaraganda fevral oyында bizning o'qituvchi boshda unga ortgan bo'lib tura. Eski qurmosh elim jirliginde jiriga 6 ga ortgan, shoy po'shi, etes, lekay, keskay shuraqay ham yo'qshi jirliklarinde ortsa, mesela 2 boshqa, oymanda 2 boshqa kiymagan bo'lib tura. Bir oylıqda endi 30 ga ko'may ortgan. Sıyır sonuna kelgende bizning endi aytganimcha yil boshidan jiliga kiymagan bo'lib tura. Busi ham shuraqayda birerga ortsa, bizning endi sho'lmanlara to'xtalishda birerga, oymanda 2 ga, o'qituvchi boshda 4 ga, mesela bir bosh sıyırga kiymagan. Bir oylıqda qaraganda bizning meseledagina birov kiymagan bo'lib tura. Usi da shuraqayda birer ortgan, ham umuman endi bir sıyırga ortgan bo'lib tura. Şahsi xo'jaliklardagi so'rib kecha sonuna kelganda bizning bunda endi kiyimi kuzatili. Masalan endi biz bir oyliqni ko'rsatamiz. Yil boshidan 200 so'mga kiymagan bo'lsa, bir oyda 3 ga bo'lib turadi. Demak endi bizning fevral oyында ortgan bo'lib tura bular. Bunda tabletsada ko'rinadi. Bizning orttirgan jirliklar. Masalan, eski qurmosh, lekay, keskay, o'xshay jirliklarni ortgan bo'lib tura. To'xtalishda endi kiymagan. Shaxsiy xo'jaliklardagi otlar sonuna kelganda yil boshidan 2 ga kiymagan bo'lsa, fevral oyida bizning 8 boshqa ortgan bo'lib tura. Usida bizning 7 ga ortgan, elimda 1 ga ortgan bo'lib tura. Boshqa jirliklarda dinamika yo'q. İşinde endi ot bizning shaxsiy sektorda. Bir oyda 8 ga orttirib turadi. Şahsi xo'jaliklarda sotilgan sütga kelganda biz endi o'tgan yilga qoratani ko'rsatib ketasiz. Bizning endi yil boshidan 150 tonnaga ortgan bo'lib tura. Bu 10% ga ortiq dinamika bilan fevral oyida endi 64 tonnaga ortgan bo'lib tura. Informatsiya uchun endi bizning bugungi kunda 39 tonna merkur yoshi shaxsiy sektordan süt sotila. Endi nima bo'lish? Şol bizning endi yıl başından bütünüsü 406 centnerga kiymagan bo'lib tura. Bu endi tabiiy bizning bu oylarda to'shanan sıyırlarning belli ravishda kiymoga mana bugungi kundagi dinamika endi bizning ortiqqa boradi. Bu mart aprel oyidan bizning ortib ketadi ham odatda ijara oyida endi kulminatsiyasina yetadi bo'lib tura. Yıl başından hammasini aytib ketdim. Bizning endi oyishda Boysar, Ko'jakka, Soqsuv, Oqtonsport lekejirliklarida yil boshidan ortgan bo'lib tura. Ham endi 90%dan da keyinroq dinamika bergan jirliklar Oyman, Elim, Turkiy, Etes, Bo'g'oti jirliklarida kiymagan bo'lib tura endi bu. Aytgancha 406 centnerga kiymagan bo'lib tura. Asirliğe kiymedi şimdi. Yine Fatih Nasır degan bir mulik şiirli seyirinin degan antibiyotik. Süt sağlık kuvvetleri, sütünü mükteler, rakavayttiler. Müslim Gapar tegi kapağına zayıf baktı. Sonun arkasında yaşırıp canadan seyirhanı oldu. Sonrasında bu işini ettiğini bildik. Tayyip'in niye vardı değil mi? Nur kulemi var ya antibiyotik arkasında. Şunların neden ormanlarında kirtti. Bir birine takırda bunlar. Şu iş takır, şunu şey oldu.
Evet, Erdem, İbrahim senin. Benim netice yasadım. Benim ortayım bu süt boyunca. 120 sıyır benim. 128 sıyır. Hazır ortaşağına 15 litr sütten olsak da bir günge 1900 litr süt yerga teyişli. Lakin bizden bunda oyga indi 600 litr süt sitner izdavaytırga teyişli. Bunda %10. Bizden özümüzden halkı şey indi. Mene 3 sıyırlı kişiye kirdim, 3 sıyırlı 66 litr süt soğa. Şunun 22'sini hükümetke izdavaytı, kolganların sota. Bir sıyırlı kişi 16 litr süt soğa, 2 günge bir 16 litrini topşıra, bir 16'sını sota. Mene şu ayttirip bara, benim bunda toçka iskeriminin kişisinin toçkası var, bunda süt sütüler, neler sota bozarda. Mene şu Benim dilber, seni bitmeyeyim akşam. Sen oturak oranda niye kup kakimene? Mene sota, özümüzde şu kubiken dedim indim, el kişegin ekkine de bir iş sıyırlı hanım 4 yartı litrli süt üstüne uğran buyuna sotayın de. Nuşlaytırıp okşaş şeylerini ne yapış? Потому что 3 litrin ulanın 100 tenkege sota sütünü. Bunda 22 sundan sotulmayın da hükümette. Ama benden bırakmaydı alayım. Fibrayda bir grek kimi deyindi o benim. Toşlandık sıyırlarda bulgandır indi. Toşlangandır da indi biz oğullarga deyip. Özüm de oturayım yani hükümetke topşurmaganlarına söylenip de qarayın. Merkuriya şep qarağızlar. Anladım da var arasından paqada narsadan dikatırın sandıqırıkına. Dərtlər şeyler. Bunları toşlanı bilen beyin dengin almış. Dərtlər şeyler. Fevral ayında sotulan süt biz indi kulemin ko'rsatib ketamiz. Seferciliginde ben birinci nide stolbekta indi ko'ramiz. 400 sentnerden alıp 966 sentnerga kadar bu indi eng ko'p süt sotatırgan yerlikler bulup tura. Hamına %10'dan bizning elimizga yetib ketganda ol boshlig'ida Oymanda, Estleki, Oktanış, Puşu, To'qi yerliklarida eng oz ko'lamda süt sotilaturgan yerliklar bo'lib tura endi. Bütün üstümüzden 2961. Sen olabildiğin gibi, sen odunu sütün gibiymişsin. Mansı ranca titilmegen emin olmuş. Yok, aydan dolayı. Minüste yok. Birden 90'lar mı kadar Mart aylarından 2 sattığını satıyorlar. Evet, derşe. Süt beyesine kelgende bizning o'rtacha beye 22 so'm 47 tiyin. Bunda bizim mine To'qi to'xtalishib keskey oyishda 23 so'mdan eng yuqori to'lov Burazayda bizning 22 so'm 83 tiyin. Dilekey Oktanish To'suqsuda 22 so'm 50 tiyindan yuqori beye. Bo'lib turib 22 so'mdan bizning eng tuban beyede bizinde Usa Ko'jakka Boysar Elim Sho'raqay akko'jiliklarida Hamında 22 so'mdan yuqoriroqlar 22 so'm 50 tiyindan tubanlarini bizinde o'rtachaga qo'ydik. Lekin mana bu hozir Mart oyida endi tubanlashak. Lekin baribir 22 so'mni eng tuban beya demin xalqda mana bu ko'jakkachiligini bari o'zim aralashgandan da bilaman da xalq qanoat tug'ildi ildar mana bu beyadan. O'zim bilganman. Shunga ko'ra ikkinchi süt yeyishini kiritish deyishlar da var. Bunun bo'yicha natija yasarga kerakdir endi. Lebo süt yeyish bilan ishlatirga kerak. Baribir ularda shuluq xizmatni boshqara shuluq sütni jiyalar. To'qida qanday yeyamiz? To'qida Ziyarda ne? Nafika pakyan. ular ikisi de Kirfka edi. Mana bunda Kirfka etganlarni kendi mana o'tkazga Nafika bilan bilan oyishda Mana aparağız, gazetede veririz, ne oldu? Bana bu işini bırakatıyor, işini bırakatıyor. Evet. sotilgan süt bir xo'jalikka kelganda mana bunda bizning endi kaskayda 5,5 litrga to'g'ri keladi. Endi Oktanish Puşu elimjiligida endi 1 litrga da turmay bo'lib turadi. Bu bütün xo'jalik sonini bilganda hamnamda endi sonlarni o'zingiz ko'rasiz. Yaşamagan xo'jalik sonini bilganda mana Boldagi tablitsada bizning endi sıyır asrovchi xo'jalikqa bo'ldik. Mana bunda oyishda bizning eng ko'p to'g'ri keladi 17,16 litr. Seferda bizning Keskey, Oktanishpa, Shomunarat, Bug'ada to'xtalashib kelishliklarida. Ko'rasiz, hamda To'suqsu, Elim, Etes, To'qi ko'jakkachiliklarida. Mana bunda ko'jakkaning süt sotuvi ortgan bo'lib tursa endi bunda тоже
Менә шул әлемдәге кебек үзара өлкәнәйгән хуҗалыклар инде безнең өлкәннәр сыерны бетерү исәбенә менә шул алучылар күп. Традицион рәвештә дип әйтергә кирәк, Кәскәйдә 6366 чалманарат оешта сәфәрдә безнең 5000-дән артык яхшы тукталачак. Монда таблицада күрәсез инде. Иң әзер безнең Актаныш, Әлем, Актанышныкы инде билгеле инде булары, Пущевиска, Кормаш, Теләкәй, Ойманда иң әзер булып тора инде безнең. Монысы бөтен хуҗалыкка бүлеп исәпләгәндә.